qizingizni ko'rib yoqtirib qopti. Hali qizim. U yerda ishlash o'rniga yigitlar bilan tanishib gaplashib yurgan ekanmi? Voy, o'zingizni qizingiz haqida nega bunaqa deysiz? O'g'lim qizingiz bilan birga ishlaydi, oshpaz. O'sha yerda ko'rganda qizingizni. Shunaqa deng. Ha, qizingizni o'g'lim rosa maqtadi. Aqlli, esli, xushli, odobli qiz dedi. Shunga sovchilikka kelaverdim-da. Ovora bo'lsiz. Qizim hali ishlashi kerak. Uni uzatmoqchi emasman. O'rgilay. Katta qizingiz 25 yoshda ekan. Ayni uzatiladigan bitta oilani bekasi bo'ladigan yoshda-ku. Uni baxtli bo'lishini xohlamaysizmi? Adashmasam, qiz meniki. Demak, taqdirini ham men hal qilaman. Ha, mayli. O'g'lim aytganiga